Komil. Abdurahmonjon, jamoamiz tarixi haqida qiziqarli savollarimiz bor. Shunga javobingiz biz uchun qiziq. Demak, Andijon jamoamiz qaysi yilda tashkil topgan? Avvalambor assalomu alaykum. Andijon jamoamiz 1964-yil tashkil topdi. 1964-yil. Jamoamiz ilk nomi qanday bo'lgan? Jamoamiz ilk nomi Spartak. Spartak. Andijon tarixida eng mashhur o'yinchi kim deb o'ylaysiz siz uchun? Andijon tarixida eng mashhur Baxtiyor Hamidullayev. Baxtiyor Hamidullayev. Andijon tarixida eng esda qolarli o'yin qaysi deb o'ylaysiz? 2024-yil 5-oktyabr final. Kubok finali. Kubok final. Men uchun Andijon Bunyodkor o'yini. Uzoq yilga Andijon Bunyodkor o'yini. Shu Bunyodkorda yulduzli sostav. Eng ko'p gol urgan futbolchi kim jamoamiz tarixida? Baxtiyor Hamidullayev. Baxtiyor Hamidullayev. Klubda eng to'la stadiondagi o'yin qachon bo'lgan deb o'ylaysiz? Klubda ko'proq derbilarda bo'ladi. Navbahorda, Neftchi bilan o'yinda. Men uchun final deb o'ylayman. Atmosfera zo'r bo'ldi. Hozir aytib o'tgandek, Andijon Bunyodkor o'ynaganda Andijonda bo'lgan o'yin. Biz o'zimiz dadam olib kirgan eslayman. Qiyinchilik bilan kirganmiz o'sha o'yin. Andijon Bunyodkor yulduzli sostavga qarshi o'yin. Yomg'irli o'yin. Rivalda o'ynagan. Rivalda o'ynagan o'sha o'yin. Faraz qilaylik, agar 20 yoki 25 yil oldin Andijonda o'ynagan bo'lganingizda o'zingiz uchun kim bilan bir jamoani tasavvur qilgan bo'lardingiz? Orif Mamatgaziy, Baxtiyor Hamidullayev bilan. Men ko'rib bilgan futbolchilarim ichida shu Baxtiyor Hamidullayev, Asqar Jargerov, Shuhrat Mirolishoyev. Agar Andijon tarixida bir o'yinni qayta ko'rish imkoni bo'lsa, qaysi o'yinni tanlagan bo'lardingiz ko'rish uchun? O'zbekiston Kubogi finali 2024. Final, kubok final. Klub tarixida o'zingiz iz qoldirmoqchi bo'lgan rekord qanday? Klub tarixida Andijon O'zbekiston chempioni qilish, xudo xohlasa, elit chempionlar ligasida yaxshi natijalarga erishish. Inshaalloh chempion bo'lish. Andijon muxlislariga bitta so'z bilan ta'rif bering. Top 1 dunyo bo'yicha. Eng zo'ri. Qada bir o'yinchiga laqab berish kerak bo'lsa, kimga qanaqa laqab bergan bo'lardingiz? Orif Mamatgaziyni Pushka deb. Hozirda aytsak, Doniyor Abdumannonovga tezlik, ya'ni shamol. Shamol. Andijon tarixida eng dramatik gol deb qaysi golni aytgan bo'lardingiz? Menimcha finalda urilgan gol bu bani. O'sha o'yin Shuhrat Mirolishoyev urgan Bunyodkorga birinchi gol. O'sha. Oxirgisi, agar siz klub tarixidan bitta golni o'zingiz uchun urgan bo'lganingizda qaysini tanlagan bo'lardingiz? Klub tarixidan shu finalda urilgan gol tanlardim. Agar o'zim golim bo'lsa, Olimpiyga qarshi 1-0 yutganmiz Boburdan. Yagona gol. Yagona. Namanganda Navbahorga qarshi 1-0 yutib kelganmiz. Oxirgi minutda urgan gol. O'tkir uchib darvozasiga o'sha mag'lubiyatsiz seriyaga barham berilgan. O'sha.